Assalomu alaykum. Shunday manzillar borki, inson u yerga oddiy qadamlar bilan bormaydi. Umid qadamlari bilan boradi. Mana shunday maskanlardan biri bugun Urganch shahrida joylashgan xalqaro Surjimit klinikasidir. Klinika bugun xalqimiz orasida juda mashhur bo'ldi. Keling, klinikaning bir kuni bilan tanishamiz. Bir hiç yemediniz mi? Hammasi yaxshimi? Risotto çok yok mu? Normal yemiz. Yaxshi. Hareket. Bekzod doktorimiz soat 9dan 5gacha ishlaydilar. Sizni qaysi vaqtda yozib qo'ying? Ben saat 11'larda yazıp koyun. Bo'laman axir ishda. Avom, ishda bo'ladilar. Sizni soat 11ga yozib qo'yamiz. Adi familiyangizni aytsangiz. Karima Motabar. Sizni 11ga yozib qo'ydik. Asa kutamiz klinikamizda. Ba'zan inson og'rig'ini hech kimga ayta olmaydi. Kechalari uxlolmay chiqadi. Internetdan javob izlaydi. Yuragida esa bir savol: men yaxshi bo'lib ketamanmi? Ana shunday paytda u shifokorga keladi. Odamlar ko'pincha shifokorni faqat kasb egasi deb o'ylaydi. Go'yo u hech qachon charchamaydigandek, hech qachon qo'rqmaydigandek, hech qachon his qilmaydigandek. Aslida esa har bir oq xalat ortida ham oddiy inson yuragi uradi. U ham hayot tashvishlarini his qiladi. U ham yaqinlari uchun xavotir oladi. Ammo baribir har tong ishga keladi. Chunki kimdir bugun aynan uning mehriga, uning bilimiga, uning bir og'iz tasallisiga muhtoj. Yo'qmi? Hammasi yaxshimi? Qo'llar ta'sir etib boshladimi? Молодец. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qisliqmi yo'q, yaxshi? Hammasi ketdi, zo'r. Sağ olun, yaxshi bo'lib ketdi. Hammasi yaxshi bo'ladi, normalniy, biz o'tamoqlar qilamiz. Zo'r bo'ladi, operatsiya yaxshi chiqdi. Yusuf aka, yaxshimisiz? Resmi chiroy kirib chiqib yuzingiz. Yaxshi, analizlaringiz yaxshi chiqdi. Eng asosiysi, safari yo'q, og'riq qo'shgan kasalingiz yo'q, o'tganda olamiz biz. Yaxshimi? Nodin shashlingizni qo'shattirib yotasiz. Yaxshimi? Hammasi normal bo'ladi. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidan keldim. Otaniyaz Bahodir Xudoybergenich bo'laman. Oldinlari qiz opam ko'rda operatsiya bo'lib, yaxshi davolanib chiqdi. Pochchamiz ham yaxshi bo'lib davolanib chiqdi. Bu yerdagi meditsina xodimlaridan mingda bir rozimiz. Bari yosh kadrlar, ilmli bo'lgan. Endi hozirgi paytda ayolimni olib keldim. Bugun operatsiya qilmoqchi. Xudo xolasa, kelgan odam davolni olib ketadi, shifo topib. Xursandmiz. O'zimiz ham xursandmiz. Hammasiga sihat salomatlik deyman. Oq xalatlarga dog' tushmas, ishlarni omad. Bu yerga kelgan bemorlar hammasi sog'ayib, quvonib chiqib ketsin ishda. Men Saparniyaz va Sapargul Urganch tumanidan 2021-yil jiyanimni boshqa больницаларga, klinikalarga olib borganimizda yaxshi bo'lmaydi. Endi oxirgi narsanda, oxirgi kunida bo'ldi. Bu yerda operatsiya etgan bilan ham yaxshi bo'lmaydi dedi. Shunda beri Sherikboy bilan Ruslan bilan maslahatlashib bu yerga kelganman o'zim. Shu yerda yana 5 yil, 6 yil bo'ldi. Shu jiyanim sog', 100% sog'lom yashab keladi. Shundan beri qarindoshim bormi, qo'shnim bo'larmi, kim bo'lsam shu yerga tavsiya etaman, o'zim kelaman shu yerga, o'zim kelaman. Akamni yatırib chiqdim, qudamni yatırib chiqardim. O'zim kasal bo'lsam ham bu klinikalarga 100% ishonaman. Bu yerda ko'pina mehri ham kuchli, texnologiyalar ham kuchli. Avvalam shurda akamni keldik. Undan o'tini operatsiya qildilar. Keyin hozir yana bir akamni keldik. Shu vaqtda yerning havası ko'rdik, nalari, sharoitlari yaxshi, doktorlari ajoyib, qo'li yengil, medsestralar ham zo'r, hammasi yaxshi koridorlar. 2 kunda oyoqqa turib ketdi. Shuni birga akamdan keldik. Operatsiyasi ne bo'ldi? Удачный chiqdi, xudo shukr, xudo saqlab qoldi lekin.
Ming rahmat shu doktorlara. Qo'llari yengil ekandan ajoyib doktorlar. Как фамилия пациентки? Все чисто? O'rtada yildirab turgan siz embrionunuz joylashgan joy. Неимоверной красоты. Все чисто. Na месте, yaldirab turibdi. Qabul qilib oling, mahkamlab homilador bo'lib, keling. Tabriklab o'tirish nasib etsin. Alloh. Shenakasini ukollaringizni boshlaymiz. Og'riqlaringiz yo'qmi? Yaxshimisiz? Biz parakoskopik simpatektomiya ameliyatı 10 taraflama uç tugatdi. 55-1'da yorilgan sekvestrlangan disk churasi bilan keldi. Ish sekvestradi. Nervlar уже свободный. Внутренний порт. Ichki внутренний порт. Kaminoziv artroskop yordamida operatsiya tamom bo'ldi. Bugun zamonaviy klinika deganda odamlar faqat chiroyli binoni emas, ishonch va xavfsizlikni tushunadi. Sizning klinikangizda inson sog'ligini asrash uchun qanday zamonaviy tizim va texnologiyalar yo'lga qo'yilgan? Surgimet klinikasini aynan aytadigan bo'lsak, bizning tizimimizda nafaqat mutaxassislar, har bir sohani o'zi yetuk mutaxassislar jamlangan va bizda eng asosiysi jamoa bo'lib ishlash yo'lga qo'yilgan. Kelayotgan bemor bu faqat bitta vrachni bemori emas, bu jamoani bemori bo'lib qaraladi. Biz bir bemorlarimizni har bir tekshirishlarini, uni kechayotgan davo muolajalarini har kuni konsilium qilib, muhokama qilib, vrachlar o'rtasida, undan tashqari har kuni ertalabki bo'limdagi vrachlar bilan birgalikda ko'riklarni o'tkazib olib boramiz davo muolajalarini va bu o'ylaymanki, bu bitta vrachni davo muolajalarini o'tkazgandan ko'ra bemorga ko'proq e'tibor berilayotganini bildiradi va ko'zga ko'rinmagan, e'tibordan yiroqda qolayotgan kasallik belgilari o'z navbatida aniqlanib, to'liq tashxis qo'yiladi va davo muolajasi yaxshi natijalar bilan tugaydi deb o'ylaymiz. Klinikada turli yo'nalishlar faoliyat yuritadi, ammo har bir bo'lim ortida inson taqdir turadi. Siz uchun qaysi tibbiy yo'nalish eng katta mas'uliyat talab qiladi va nega? Endi tibbiyotda mayda-chuyda bo'lmaydi. Har bir yo'nalish o'ziga yarasha mashaqqatlari bor. Lekin bizning klinikamiz eng asosan bu xirurgik yo'nalishlarga qaratilgan. Eng ko'p bizada davo muolajalarini qabul qiladigan bu xirurgik yo'nalishlar va reanimatsion holatlar, og'ir bemorlar. Biza bemorlarni shu agarda mutaxassisi bo'ladigan bo'lsa, bizada og'irlik, yengillik darajasiga qarab o'tirmasdan eng asosiysi bemor hayotini saqlab qolish nazarida qaraymiz va shu bilan birga davo muolajani davom qildiramiz. Hozirda bemorlarimizga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, hozirda bemorlarda bitta patologiya emas, 2-3 ta patologiya, ayrim holatlarda ko'plab patologiyalar birga keladi. Bu kasalliklar, har xil kasalliklar yig'ilib qolib, organizmni har taraflama og'irlashishiga olib keladi. Shu vaqtda bizni jamoada terapevt ham, kardiolog ham, endokrinolog ham, xirurglar bilan birgalashib davo muolajani davom qildiradi. Bu o'z effektini yaxshi beradi. Endi bemor klinikaga kelganda avvalambor eng bilimli shifokorga davolanishni istaydi. Shifokor bilimli bo'lishdan tashqari yana qanday jihatlarga ega bo'lishi kerak sizning nazaringizda? Shifokor bilimli bo'lishidan tashqari eng asosiysi muomala.
yaxshi muomala, bemorda ishonch hosil qildirib bilish, o'z davo muolajalariga va har bir qilayotgan ishini isboti bilan misollar tariqasida keltirib bilsa, bu bemorda umid hosil qildiradi va u bemor ko'proq ishonib shu doktorda davolanishga harakat qiladi. Bugun mana raqamli texnologiyalar rivojlangan, sun'iy intellekt rivojlangan, umuman texnologiya rivojlangan zamonda yashayapmiz. Lekin mana shu sun'iy intellekt, mana shu texnologiyalar inson mehrini o'rnini bosa oladi deb o'ylaysizmi? Yo'q, bu to'liq u narsa bosa oladi deb o'ylamayman. Eng asosiysi bu hissiyot bemorda musbat hissiyot vrachga nisbatan, vrachda uni yaxshi qilishga intilish bu eng asosiy narsa deb bilaman. Shu yerda o'z-o'zidan savol kelib chiqadi-da, mana klinikaga shifokorlar qanday tanlanadi? Bu bilimiga qarabmi, tajribasiga qarabmi yoki bemorga bo'lgan munosabatiga qarab? Bu belgilarni yaxshi aytib o'tdingiz, bu belgilarni hammasidan ham bo'lishi kerak. Shifokor bilimli bo'lishi mumkin, lekin muomalasi bemorga bo'lgan e'tibori pastroq bo'lishi mumkin. Bu o'z navbatida ishonchsizlikka olib keladi. Shuning uchun ham bemorlarda davo muolajalarini qabul qilayotgan vrachlarni tanlaganimizda eng asosiysi bemorga bo'lgan e'tibori kuchli, bilimi o'z sohasini yetuk mukammal bilimli bo'lishi va har bir ishga mas'uliyatli qarashi e'tiborga olinadi. Tizimingiz kattalashib boryapti, klinikalar soni oshyapti. Mana shu shifokorlarni malaka oshirish masalasiga qanday e'tibor qaratasiz? O'zingiz ham ko'ramiz, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda chet ellarda bilim oshirayotganingizni, malaka oshirayotganingizni ko'ramiz. Shifokorlar hammasi ham mana shu malaka oshirish borasida qanday amal tutadilar? Albatta, malaka oshirish har bir shifokor uchun zarur va shart deb bilaman. Bizni klinikamizda ishlayotgan vrachlarimiz katta ko'pchiligi chet ellarda malaka oshirgan. Biza bu yo'nalishga qattiq e'tibor beramiz. Eng asosiysi vrachlar har bir o'z sohasida biza ma'muriyatimizga fikrlarini bildiradi. Har biri o'z sohasi bo'yicha qaysi davlatda yaxshi malaka oshirish imkoniyati bo'lsa, bizlarga aytadi. Bizlar o'z navbatida ularni malaka oshirishni tashkillashtirishga yordam beramiz. Shu o'rinda tizim haqida ham gapirib bersangiz, nechta klinika va qaysi yo'nalishlar bo'yicha davolash ishlari amalga oshiriladi? Bizani hozir tarmoqlarimiz 3 ta klinikadan tashkil topgan. O'tgan yildan bizada xususiy tug'ruqxona qo'shildi. Undan tashqari endourologiya, endoxirurgiya yo'nalishlari yo'lga qo'yildi. Neyroxirurgiya, endoskopik neyroxirurgiya yo'lga qo'yildi va eng asosiysi bizda yosh kadrlarni o'zlarimiz safimizga qabul qilib, shu yosh kadrlarni tarbiyalashga, shularning malakasini oshirishga harakat qilib kelyapmiz. Shu kadrlar ilmga chanqoqligi bilan ajralib turadi va ular yangilikni tezroq qabul qiladilar. Zamon o'zgarmoqda, tibbiyot ham kun sayin rivojlanmoqda. Bugun inson salomatligini saqlash uchun nafaqat bilim, balki yuqori texnologiya ham talab etiladi. Shu sababli klinikada eng zamonaviy diagnostika uskunalari, aniq tahlil tizimlari va xalqaro standartlar asosida tashkil etilgan tibbiy xizmat yo'lga qo'yilgan. Bu yerda tajriba va innovatsiya birlashgan. Malakali shifokorlar, zamonaviy yondashuv va inson qadrini ulug'vor deb bilgan jamoa faoliyat yuritadi. Chunki shifokorlar uchun har bir bemor alohida qadriyat, sog'liq esa shunchaki xizmat emas, u inson hayotining eng muhim boyligi. Sharif O'ktamovich, mana bir xabarda shunday xabarni ko'rdim. Surjimet klinikasida Qozog'istondan, Rossiyadan kelgan shifokorlar shartnoma asosida mehnat qilayotgan. Shu gaplar to'g'rimi? Albatta, bizani doimiy tarzda ishlaydigan chet ellik vrachlarimiz ham bor. Hozirda mana Rossiya Federatsiyasidan Efimova Nataliya eko bo'limimizda embriologi hisoblanadi. Mana 3 yildirki birgalashib ishlab kelyapti va shu vaqt ichida u ikkita o'zi bilan bir xil ishlaydigan xorazmlik shogirdlarni ham tayyorlab ulgurdi. Bugungi kunda xususiy klinikalar o'rtasida raqobat juda ham kuchli.
Mana shu raqobat zamonida sizni klinikangiz boshqa klinikalardan nimasi bilan ajralib turadi? O'ziga xos jihati. Bizani klinikamizda har bir yo'nalishni ochayotganimizda ham va o'zi boshidan ham bizning klinikamizda vrachlar soni va tibbiy xodimlar ko'pligi bilan ajralib turadi. Bu o'z navbatida bemorlarga har taraflama vaqtida yordam berish va e'tiborni kuchliligiga olib keladi. Navbatchilik vaqtida ham bemorlarni e'tibor kuchliroq bo'ladi va kunduzgi paytda ham. Klinikamiz o'zi unchalik katta bo'lmasa ham boshqa klinikalarga nisbatan bizning hozir klinikamizda 250 ga yaqin tibbiy xodim ishlaydi. Umumiy o'rinlar soni 150 dan tashkil qiladi. Bu degani bitta o'ringa 2 ta tibbiy xodim to'g'ri keladi ham degan. Siz klinikangizda viloyatda boshqa bo'lmagan mutaxassisliklar bormi? Masalan, taraqqa xirurgiya faqat o'zingiz ishlaysiz shu narsada. Viloyatda, respublikada ham kam bunday insonlar, to'g'rimi? Mutaxassislar. Mana shunday mutaxassislar ko'pmi orangizda? Bizlar to'g'ri e'tibor beribsiz. Bizning klinikamizda faqatgina torakal xirurgiya, bu ko'krak qafas jarrohligi hamma yo'nalishi, hamma kasalliklarni o'z ichiga olib davo muolajalarini hamma etapini bajariladi. Undan tashqari bepushtlikda eko bo'limi bor. Bu ham viloyatda yagonalardan hisoblanadi va bizning natijalarimiz ancha yaxshi bu yo'nalish bo'yicha ham. Va boshqa har bir yo'nalishda biza viloyatda bajarilmaydigan operatsiyalar, davolanmaydigan bemorlarni yangi metodlar bo'yicha davolash va operatsiyalari yo'lga qo'yilgan. Har bir yo'nalishimizda bor shunaqasi. Odamlar ko'proq e'tibor bera boshladi Surjmet klinikasi. Buning asosiy sababi nimada deb o'ylaysiz? Buning asosiy sababi bu bizada sarafanli radio deb aytiladi. Bu degani bemorlar bizada davolanib ketgan baxtli insonlar bir-biriga aytib ko'proq tavsiyalar bergani deb o'ylayman. Ba'zan insonga eng kerakli narsa shifokorning oddiy bir jilmayishi bo'ladi. Chunki og'riq faqat tanani emas, qalbni ham charchatadi. Qo'rquv insonni ichidan yemira boshlaydi. Ana shunday vaqtda iliq munosabat ham davoning bir qismiga aylanadi. Zamonaviy tibbiyot bu faqat texnologiya emas, bu avvalo insonni tushunish san'ati. Bu klinikada har bir bemorga raqam sifatida emas, inson sifatida qaraladi. Har bir murojaat ortida bir taqdir, bir oila, bir umid borligi unutilmaydi. Bir og'zim suhbatda tortsam bezovta qilmaymanmi? Yo'q, hech kunim yo'q. Operatsiya ettirdim, yaxshi, hozir operatsiyadan chiqdim, yaxshiman. Turkmanistondan kelganman. Tajovuzda. Rahmat doktorlarga ham yaxshi. Men shu kasalim yanvardan boshlandı. Şep tarafım ağrıb. Barmağa yerim kalmadı görseniz. Köp polisalara bardım. Men indi onkologiya barib edim. Nega chiqardilar meni. Keyin rayona bir doktor yana yubordilar. Bu yanni kurslash ekan Sharif doktorimizni. Sizga ne kerakmidi, shu yerga boring, yaxshib ketasiz. Onda sinf tamom bo'lib qolibsiz dedi. Sharqala bera keldik, yo'q. Ömrümüz var mı, günümüz var mı? Vaxtımız var ekan şu doktor. Sharif doktora sebepçi bulup gelip yine oynap gülüp oturtman. Ben şu doktorlara ming rahmet aytaman. Doyum dünya turgancha tursunlar. Derdimden xalas bo'lib oturtma yine Xudoga şükür. Bu deyin endi ming rahmet. Dım zo'r ekan. Hammasi shunday qayishib, hammaningizda turibdilar. Doktorlar olsun, vraçlar olsun, medsestralar, baştan ayak hemmasine ming rahmet aytaman qahramonlar. Aynısı şu doktorum meni dim o'zi ko'tarinkilar. O'zi aytdi, siz ne bo'lib qolibsiz, hech gapmasiz dedi. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasiz dedi, o'ynab kulib o'tiribman. Hayotga qaytarganlar. Xudoyim bularni saqlasin, umrlarini uzoq etsin. Bola chaqasini rohatini ko'rsinlar. Shunday ishchilar hammasine ming rahmet. Kahraman, ming rahmet. Azizim şifakar, ey canı halak, sen var ki sağlık var, şudur
ajoyib doktorlar. Dardingizda shunday malham bolalar. Hammaga rahmat. Xalqaro Surjimet klinikasida yozilgan ekan. Buni sababi nimada? Yoki yana chet eldan kelgan fuqarolar, bemorlar ham bor ekan. Shuning uchunmi yo boshqa sabablari bormi? Klinikamiz ochilishidan investitsiya kiritgan odam ham Rossiya fuqarosi bo'lgan Viktor Markushin. Hozirgacha 30 ga yaqin chet el vrachlari bizlarga shartnoma asosida kelib davom muolajalarini o'tkazishadi. Hozirning o'zida shu kunlarda mana Avstriya, Yevroittifoqdan, Avstriya davlatidan uroginekolog qabullari bo'lib turibdi. Operatsiyalari 2 haftaga kelgan. Bugundan mammolog Sankt-Peterburgdan kelib qabul qilib turibdi. Va eko bo'limida Yefimova Natalya Vasilyevna vrachimiz ishlayapti. Bu o'z navbatida vrachlarimiz xalqaro darajasida hamma vrachlar ishlayotganini bildiradi va o'z navbatida tibbiy turizm ham yaxshi rivojlangan. Qo'shni davlatlardan fuqarolar ko'p keladi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bemorlar kelib shu yerda Turkmanistondan mana ko'p odam kelib operatsiyalar bo'lyapti, davom muolajalarini qabul qilishyapti. Respublikada yoki viloyatda ilk bor o'tiradigan operatsiyalar ham bo'lganmi bu yerda? Albatta, respublika darajasida ham mana urologiya sohasida yagona operatsiyalardan bittasi o'tkazildi. Undan tashqari neyroxirurgiya va umurtqa pog'onasining kuchli qiyshayis darajalarida ham bu viloyat darajasida birinchi o'rin, balki respublika darajalarida ham birinchilardan bo'lib operatsiya bajarildi va bu o'z navbatida to'xtab qolgani yo'q, hammasi davom qilyapti bu operatsiyalarimiz, davom muolajalari. Oyakta og'riq yo'qmi? Og'riqlar yo'qmi? Homilador ekansiz. Makka matib bergan bo'lsin o'g'ilchamizni. İnşallah ikki joningizni bir barib, amasaq doğub o'tirgaysiz. Yaxshi nafas kayfiyatlari yaxshi. Nechisiz Ulug'bek aka? Rahmat sizlarga doktor. Shundan kelganda yomon ahvolda keldim. Hammasi ortda qolgani bo'lsin. Rahmat. Sizni yaxshi his etib turibmisiz? Yo'q. Qon bosimiz yaxshi ekan, doktorga murojaat qilamiz. Ba'zan bir og'iz yaxshi gap insonni qayta yashashga undaydi. Ba'zan esa to'g'ri tashxis butun oilani boshqa qiladi. Shuning uchun haqiqiy tibbiyot faqat uskunalarda emas, inson qalbida yashaydi. Va shifokor har bir bemorga aynan shu qalb bilan yaqinlashadi. Azizim shifokor, ey joni xalaq, sen borki sog'lik bor, shudir ko'rguzi. Ko'ksingda hamisha bezovta yurak, Shifokor bo'lish uchun oddiy bilim yetarli emas. Shifokor bo'lish uchun har kuni kim uchundir kurashish, kimnidir tashxisini to'g'ri qo'yish, kim uchundir mehr berish albatta muhim hisoblanadi. Demak, bugun biz Surjimet klinikasida shifokorlar hayoti, bemorlarga bo'layotgan e'tibor bilan yaqindan tanishdik. Yana siz bilan uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.